Turayyo massaj markazlarimgacha rosa ko'p bemorlar kelyapti, kasal bolajonlarda. Masterlar uyga borib noto'g'ri massaj qilib bolani shikastlantirib qo'yishyapti. Bilimsiz massajistlar rosa ko'p. Nimasini aytasiz Nazokat opa? Hozir bunaqa o'quvchilar to'lib ketibdi. Kecha o'rganib olishgan, bugun уже dars berishyapti. Men вообще shokdaman. O'shaning uchun tajribasiz massaj qiladiganlar juda ham ko'payib ketadi. Bunaqalar bizning nomimizga ham rosa dog' tushiryapti. Turayyo, keling master klass qilamiz. Rosa o'quvchilarim master klass so'rashyapti. Tim bo'li siz bilan qiladigan bo'lsam, rosa xursand bo'lishadi. O'zim shogirdlarimni ham sizga alohida o'qityapman-ku. Bo'ldi, keling master klass qilamiz. Imенно osteopatiya bo'yicha, chunki oldingi bitirib ketgan o'quvchilarimiz osteopatiyadan umuman xabari yo'q. Hozirgi eng zo'r natijalarimiz osteopatiyadan bo'lyapti. Mana siz ham 3 yildan beri osteopatiya universitetida o'qiyapsizmi? Xalqaro massajistlar chempionatining 6 karra sudyasiman. Dubayda, Sankt-Peterburgda, Moskvada tilmiy osteopatiya bo'yicha bilimlarimni oshiryapman va natijalar juda ham zo'r. 20-mayda qilamiz-mi? Soat 10 dan 6 gacha qilamiz. Siz ham sertifikat berasiz, men ham hamma shogirdlarimizni bilimini mustahkamlaymiz. Tushlikka bepul qilamiz. Demak, 20-may kuni hammanglar yozilinglar, bomba master klass bo'ladi.